Kunlayam juda ham isib ketdi. Demak, endi muzdek makroshkani xatosiz va barcha sirlari bilan tayyorlab ko'ramiz. Ushbu akroshka Marivanna restoraniga tegishli bo'lib, bir qancha restoran kritiklari tomonidan 2010-yilning Rossiyadagi eng mazali akroshkasi deb tan olingan. Go'sht haqiqatdan ham mazali chiqishi uchun ziravorlar bilan pishirib, bulyonni sito yordamida tozalab olamiz. Mahsulotlarni to'rtburchak shaklida to'g'rab tayyorlab olib, tuxumni sarig'ini akroshkani osnovasi uchun ajratib olamiz. Akroshka osnovasi bir vaqtning o'zida ham suyuq ham yog'liroq bo'lishi kerak. Shu sababdan sifatli bo'lgan 67% mayonezdan foydalanamiz. Akroshka osnovasi uchun mayonezdan tashqari tuxum sarig'lari xohishga ko'ra suzma yoki smetana, kefir va tuz bilan kremobrazni qilib aralashtirib olamiz. Akroshka tayyorlashdagi eng katta xato bu akroshkani oddiy suv bilan tayyorlash. Akroshka ayron kabi salqin ichimlik emas. Akroshka bu haqiqiy suyuq taomdir. Shu sababdan akroshkani sovitilgan bulyon bilan tayyorlaymiz. Retsept va barcha mahsulotlar grammajini albatta pishanada yozib qoldiraman. Barcha mahsulotlarni qo'shib aralashtirib olib, 1-2 soat davomida muzlatgichda sovutib olsak, muzdekkina mazali haqiqiy akroshka tayyor. Sizga akroshka va go'jadan qay biri ko'proq yoqadi? Antiqa go'ja retsepti qiziqmi? Fikringizni izohlarda kutib qolaman.